Assalomu alaykum hammaga. Mana xudo xolisa ofisimizga mijozlarimiz tashrif buyurishmoqda va shu bilan birgalikda mijozlarimiz kichkina kvadraturadagi xonadonlarimiz haqida ko'plab so'rashyapti va har xil budjetdagi mijozlarimiz bor. Eng kichkina kvadraturadagi xonadonlarimizdan nechta qolgan, qaysi bloklarimiz edi va narxlari qanaqa holatda bo'pti? Shu bo'yicha bitta batafsil tushuntirib bersangiz yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum hammaga. Hozir mayda kvadratligimiz faqat 36 kvadratliklarimiz qolgan. 38, 41 va 44 yo bo'lmasa 46,5 kvadratliklarimiz tugagan. Hozir 36 kvadratli xonadonimizni qayerda joylashganligi haqida va narx-navolar necha bilan chiqish haqida hozir tanishib chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin. 36 kvadratli uylarimiz shu joyda joylashgan. Narigi birinchi blok va 6-blokimizda. Hozir ko'rishingiz mumkin, maketdan derazalar kichkina, haligi skvoznoy masalan yorug'lik kamroq tushadi deb o'ylashingiz mumkin, lekin bu yoqda orasi 2 metrdan ochiq bo'ladi. Har birini derazalari ham kattaroq bo'ladi. Maketda faqat ozgina kichikroq qilib yasatilgan. O'sha ko'rinishi. Bu hozir 36 kvadratli bo'lgan uyimizni faqat 3 dona qolgan. Buni kimlar olishi mumkin? Misol uchun investitsiya qilmoqchi bo'lgan, misol uchun ba'zi birligi bor, biznesmen akalarimiz bor. Investitsiya uchun olishadi va ijaraga ko'proq berishadi. O'zligi turmasdan boshqa qilishadi. Ularga yaxshiroq variant. Ijara orqali ham passiv daromad keltirishi mumkin bo'ladi. Mumkin. Ozginaroq pul tikib, ya'ni o'sha ijara yaxshiroq nimada olishligi mumkin. Misol uchun ba'zi birligi bor, yosh oila bo'lishi mumkin. O'shalar ham kamroq investitsiya qilib turib, o'zligi hozircha yosh oilaga yaxshiroq variantlar bor. Yashash uchun. Keyinchalik to'g'ri oila katta bo'lgani sari yana kattaroq kvadrat olishsa bo'ladi. Hozirgi yosh oila uchun shu yaxshi 36 kvadrat. Narxlari ham hamma narsa ularga ma'qul tushadi hozirgi vaqtda. Xo'p, unda bitta planirovkasini ko'rsak kompyuterda va narxlari bilan bitta aytib o'tsa yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum. 36 kvadratli xonadonimizni planirovkalari bilan tanishtirib o'tsam, xo'sh, bu yerda kirishda sizda o'ng tarafda sanuzel, to'g'rida spalni va chap tarafingizda zal, zaldan oshxonaga o'tib ketiladi. Oshxonada esa ochiq balkonlarimiz bor. Xo'p, endi buni oylik to'lovlari va bosh to'lovli tarzda ko'rib chiqamiz. Xo'p, Abdurahmon aka, avval qaysidan boshlaylik? Bosh to'lovli yoki bosh to'lovsiz tarzda? Birinchi boshlang'ich to'lovsiz bo'yicha ma'lumot berib o'tsangiz. Ko'rib turganlaringizda, boshlang'ich to'lovsiz tarzda kvadraturalarimiz sizlarga 12,5 million so'mdan tushadi va uyning tan narxi 450 million so'm va oylik to'lovlari 7 million 500 ming so'mdan tushadi. Xo'p, endi buni boshlang'ich 49 million so'm bilan ko'radigan bo'lsak, biz sizga har bir kvadratiga 1,5 million so'mdan chegirma qilib beramiz. Shunda xonadonlar sizga 11 million so'm tushadi va siz to'lagan 49 million so'mni ya'ni tan narxidan ayirib tashlanadi va qoldiq summa 60 oyga bo'linadi. Shunda ko'rib turganingizdek 49 million so'm boshlang'ich to'lov va sizga chegirma qilib berilyapti 54 million so'm. Shunday tarzda oylik to'lovlaringiz 5 million 783 ming so'mdan chiqadi. 60 oyga foizsiz tarzda bo'ladi. Endi 99 millionlik boshlang'ich to'lovimiz bilan ko'radigan bo'lsak, agarda siz boshlang'ich 99 million qiladigan bo'lsak, sizga biz 2,5 million so'mdan chegirma qilib beramiz har bir kvadratiga. Shunda kvadrat narxlari sizga 10 million so'mdan tushadi. Va ko'rib turganingizdek, 99 million so'mimizni uyingizni tan narxidan olib tashlaymiz. Ya'ni 99 million bosh to'lovi ayiramiz va bu 48 oyga bo'ladi, chunki bu mayda kvadrat hisoblanadi. Mayda kvadratlarimiz 48 oyga bo'linadi. Shunda sizga hisoblaganimizda, qarang, 99 million so'm bosh to'lov bilan sizga chegirma bo'lyapti 90 million so'm. Va oylik to'lovlaringiz 48 oyga 5 million 437 ming 500 so'mdan tushdi. To'g'ri bo'ldimi? 48 oy, ya'ni 4 yilga. Avvalgisida 60 oy edi, 49 millionlik bosh to'lovdi. Bu 99 millionlik bosh to'lovdi. Ham muddati ham qisqaryapti. 60 oy mobaynida uzoq muddat to'lab yurishmas, balkim 4 yil davomida bemalol to'lab quturib ketish imkoniyati bo'ladi. Xuddi shunday. Xo'p, Abdurahmon aka, agarda mijozlarimiz 100% to'lov qiladigan bo'lsalar, ko'rib turganingizdek, kvadratlari 12,5 million so'mdan emas, balki 8 million 800 ming so'mdan tushadi va biz har bir kvadratiga 3 million 700 ming so'mdan chegirma qilib beramiz. Va biz chegirma qilib bergan summamiz 133 million 200 ming so'mni tashkil qiladi.